Farg'ona viloyatida 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Chernobil halokati oqibatlarini bartaraf qilishda ishtirok etganlar holidan xabar olinmoqda. Inson qadrini ulug'lash, aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bu kabi xayrli tadbirlar prezident tashabbuslari asosida hududlarda izchil davom etyapti. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan O'zbekiston Chernobilchilari assotsiatsiyasining Farg'ona viloyati bo'limiga moliyaviy subsidiya ajratilib, turli yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Farg'ona viloyat Chernobilchilariga mana oziq-ovqat mahsulotlari, kasallik dori-darmon olib berilyapti. Qolaversa yana kommunal to'lovlar to'lanib berilyapti. Yetkazganiga, ko'rsatganiga, shularni yaratib berganiga shukrlar. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Qo'shtepa tumani va Marg'ilon shahrida istiqomat qilayotgan Chernobilchilarni yo'qlash tadbirlari tashkil etildi. Unda jamoat fondining viloyat hududiy bo'limi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari jamlanmasi faxriylar va ularning oila a'zolariga topshirildi. Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan ko'rsatilayotgan bu yordamlardan biz minnatdormiz. Bizga avvaldan shunaqangi tadbirlar ko'p qatnashishgan, bizga yordamlar berishgan. Mana bunisi bizga juda chiroyli holda o'tyapti. Mana hozir bir qancha quroldosh sheriklarimizga oziq-ovqat mahsulotlaridan yordam berishdi. Ularni mana chiroyli holatda qabul qilib oldik. Biz imkon qadar qo'limizdan kelgancha biz ham ko'magimizni nimaki yordam bo'lsa, qo'limizdan kelgancha berishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Suhbatlar davomida bu insonlarning hayot yo'li, ko'rsatgan matonati va fidoyilik yana bir bor e'tirof etildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Farg'ona viloyatida 850 nafar Chernobil voqeasi qatnashchilari istiqomat qiladi. Ularning 750 nafarida radiatsiya oqibatida turli darajadagi nogironliklar bor. Burch, jasorat, matonat shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirlar esa nafaqat moliyaviy ko'mak, balki inson qadri va jasoratiga bo'lgan yuksak ehtiromning amaliy ifodasi bo'lmoqda.